Nima shovqin? Uyda kimdir bormi? Oyi? Dada? Oyi? Oyi? Yo'q, oyi! Yo'q, Bari, qoch. Dada, nima bo'lyapti? Dada, yo'q! Dada, qayerdami? Dada! Gidiyor. Menga nima bo'lyapti? Nimaga men yugura olmayapman? Janob Toun, sizning tanangizdan tezlik kuchi tark etyapti. Qanaqasiga? Siz olamdan olamga vaqtdan vaqtga sarguzasht qilganingiz sababli tezlik kamaytiryapti. Yo'q, to'g'ri. Endi men uyga qayta olmaymanmi? Yo'q, qayta olmaysiz, janob Toun. Boshqa yo'li yo'qmi? Umuman. Xayr, janob Toun. Yo'q! Xo'p, hammaga salom. Men ismim Barry Allen va men sizlarga hozir o'zimni tariximni ko'rsatib o'tdim. Ha, albatta men yoshligimda, bolaligimda ota-onamdan ayrilib qolganman, to'g'rirog'i onamdan. Onamda shu ko'rib turganingizdek bo'lar bo'lmas, ishonib bo'lmas hodisa sababli o'lganlar. Dadamni esa ayolingni o'ldirding deb sabab berib qamab qo'yishgan. Va men hozir politsiyskiy uchastkada kriminalist bo'lib ishlayman. Ha, albatta bu ishonib bo'lmas narsa, qandaydir bir chaqmoqlar kelib onamni o'ldirib ketishga. Va bu esa meni o'gay otam Joe. Va bu esa men Barry Allen. Va men kriminalistman. Hozir men o'zim laboratoriyamda juda ko'p ishlarni ustidan ish qilyapman, shu endi o'rganib boryapman va bu yerda esa men bu narsa. O, Ha. Barry. Ha, Joe, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Hop, Bu muammo Kecha bor. bankka tushgan bankka o'g'irlikka tushgan o'g'rilarni senga ma'lumotlarni bergandik. Izlar, Ha, ha, ha. ularni tahlil qilib oldingmi? Ularni ishiga keladigan bo'lsak, ularni men tekshirdim albatta. Kecha berganingizdan keyin, xo'p. Ular adashmasam, DNKga qaraganda adashmasam, ular 4 kishi bo'lgan. Va men kecha ko'rgan bo'lsangiz, esingizda bo'lsa, g'ildiraklarning izini olgandim. Va o'shandagi men uni bir narsami deb o'ylabman, qarasam u shunchaki bir axlat ekan. U o'sha 4 ta kishi Mustang GT 500 Flashback 67-yilda ishlab chiqarilgan mashinada bo'lishgan. Chunki g'ildiraklarni qarab o'rganib chiqqanimda xuddi shu tezlikda shu mashina va yana o'sha Mustangga tegishli bo'lgan har xil mashina rusumlarini tekshirib chiqdim. Yagona o'sha mashina edi. Va men 100% garantiya beraman, ular mana shu mashinada harakat qilishgan. Raqamlarni ayta olasanmi, Barry? Raqamlari adashmasam 068 RDJ. Oh. Va yana Oh, ulardan ikkitasini ismini aniqlashtirdim. Bittasiniki Robert, ikkinchisiniki esa Dipni. O, Barry, senga gap yo'q. Har doimgidek sandan zo'ri yo'q. Hay, rahmat. Va yana Mana sizdan Barry. Ular bitta ham kameraga tushmagan deb o'ylagan. Bitta kameraga tushgan ekan ular. Topdim. Hı? Hop, ana. Xullas, Joe, shundoq Hop. menga qara olasizmi? Hop, nima bo'ldi? Meni iltimosim bor edi. O'zi anchadan beri aytib kelyapman sizga, o'sha 2 kundan beri bugun shu kechki soat 6 atroflarida Starlabs ochilish marosimi bo'ladi. Shunga ruxsat bo'lsa borib kelaman agar ortiqcha ishlar bo'lmasa. Bo'ldi, hisobotlarni to'g'rilab, borib ko'r. Hop, unda Barry, sen bugun hisobotlarni topshirganda, o'sha nima? Starlabs. Короче, Starlabs o'sha U yerda bir buyuk olim bor-da, o'zingiz bilasiz. Uni muxlisiman.
Harrison Wells hatto kitoblarigacha o'qib chiqqanman. Men olimlarni bilmayman. Nu men hozir boyga Agar qog'ozingizni bir ikkitasiga kerakda topishim borishimiz kerak. Voy, Elzor kech tezroq kech. Hoy, Bari. Voy. Janob Singh, yaxshimisiz? Yana stolga oyog'ingni qo'yib o'tiribsanmi? Ay, yo'q. Yo'q, siz adashyapsiz. Xo'p, sizga hisobot bo'yicha gapirsam, Hisobotlar. mana shu. Tayyor mana. Hammasi ko'rib chiqilgan, imzo Yo'q, qo'yib ham- chiqilgan. Bu yerda hammasi yo'q-ku. Kechagi hisobotlar o'tgan kungilar qani? Ha, aytgancha men xonam sal ibrsirab yotuvdi-da, mana. Mana. Qolgani shu yerda. Hop. Hmm? Xonangni tozalab yig'ishtirib qo'ygan. Bo'ldi. Va aytgancha soat shu ro'ppa-rosa yarim soatdan keyin men ketishim kerak. Jovni xabari bor va shu bilan men bo'lmayman bu yerda. Bo'ldi. Unda ertadan vohli ishga chiqib, ertaga bitta ish bo'yicha yordaming kerak bo'ladi. Ertaga vohliroq kelishga harakat qil. Bunacha keldim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun biz Shundoq. juda katta taraqqiyot qilamiz Ana qaraysan. va Bo'yitsa o'sha sarlabs binosi. bu taraqqiyotimiz ishlasa biz kamida 100 yil oldinga o'tib ketamiz. Va boshqa davlatlardan kuchliroq bo'lamiz va Juda ajoyib. ancha-muncha sohalarda oldinga o'tamiz. Bu kashfiyotimning nomi zarrachalar tezlatkichi. Bu kashfiyot orqali biz 1000 yillab va oldin erisha olmagan narsalarimizni undan ko'prog'ini qilsak bo'ladi. Bu kashfiyot juda hozirgi zamonga kerakli narsa. Bu kashfiyot orqali biz juda katta marralarga va yutuqqa erishamiz. Albatta. Bu Biz kashfiyot siz bilamiz. Bu kashfiyot hozir soat 8:30 bo'lsa, rovno 9da ishga tushiramiz. Va bu kashfiyot ishlaganda biz hamma davlatlardan oldinda bo'lamiz va kelajakka birinchi qadam qo'yamiz. Ha. Siz bilanman men, janob Harrison Wells. Tezroq Harrison Wells ham kelsa, biz buni tezroq yoqardik. Qayerda ekan? Bo'ldi, kelin. Janob Wells, biz buni tezroq Jurnalistga- yoqishimiz kerak. Bo'ldi. Hop. Sisko, hamma narsa joyidami? Albatta hamma narsa joyida. Bo'ldi, ishga tushirsak bo'ladimi unda? Ha. Lekin sizga oldindan o'sha kuni ham aytganman. Baribir nima desam bo'ladi? Tavakkalchilik bor bu yerda. 100% o'xshashi mumkin emas. Bu kunni biz ancha kutdik. To'g'ri, ob-havoda sal ob-havo yomonroq. Biz bu kunni ancha yillar kutdik. Qandaydir oddiy yoki salgina yomon ob-havo. Shuning uchun bugun hammasini qilishimiz kerak. Xo'p, mayli. Unda janob Wells, Hammaning umidi bizda. bo'lsing. Sizga ishonamiz. Zarrachalar tezlatkichini ishga tushiraman. Sisko, nazorat qilib tur. Zarrachalar tezligi yoqilyapti. 3 2 1. Bar. Bo'ldi. Bo'ldi? Bu kunni biz ancha kutgandik. Bo'ldimi? Nahotki shu Ishga tushyapti. men katta bu portlash ovozlarini chiqadimi deb o'ylagandim. Siz-ku agar sen bunaqa narsalar chiqadi deb o'ylagan bo'lsang, bilginki hammasi yomon bo'lardi. Demak, bu ovoz chiqmadi, hammasi o'xshadi. Mayli. Sisko, Eshitaman janob Wells. nishonlashga olib qo'ygan ichimligimiz hisobga. O'sha vaqt keldimi? Ha, keldi. Bo'ldi, hozir olib kelaman janob Wells. Hamma tabriklayman. Ishimiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Janob Wells. Ha? Nima bo'ldi? Zarrachalar tezlashishi uskunasida muammo bo'lyapti. U xullas nosozlik ketyapti. Qanaqa muammo? Uni bilmayman, qanaqadir nosozlik. Uni hozir
Срочно, срочно, Sisko, nimalar deyapsan? Roni uni xullas janob Wells Roni uni oldiga borib pastga tushib kimdir uni ushlab turish kerak. Uni ruchnoy odam ushlab turish kerak. Bo'lmasam garantiya yo'q ishlab ketishiga. Bu yoqdan o'chirib bo'lmaydi. Shuning uchun ham oldiga tushish kerak. Zarar uni. kamaytirish uchun zarrachalar tezlashishini oldiga turish kerak. Oldiga tushish kerak. O'shandagina katta hududga takror ketmasligini oldini olgan bo'lamiz. Mayli janob Wells, men tushaman. Roni qayerga ketyapsan? Sisko qo'y. Men o'zim bu yerda injenermenman. Sisko, Men tushaman. Sisko, qara, men hozir icheriga kiramanda va icheriga kiramanda ushlab turishga harakat qilaman. Va qara Sisko, agarda 2 daqiqa ichida qaytmasam, eshikni yopib qo'yur. Yo'q, Roni nimalar deyapsan? Sen meni gapimga kirgin bo'ldi. Eshikni yopasan, 2 daqiqa ichida kirmasam, qaytmasam, tushundingmi? Men bu ishni qila olmayman. Roni, men bu ishni qila olmayman. Xohlasan seni qo'lingdan keladi. Men bilgan eng zo'r va eng kuchli dov yurak bolalar ichidan sensan, Sisko. Voy, уже 1,5 daqiqa bo'lib qoldi. Nima qilsam bo'ladi? Sisko, Janob Wells? ishingni darhol yop. Ammo lekin portlash bo'ladi. u yerda Ronald turibdi-yu. Bitta odam yoki hamma odam o'lishi mumkin. Yopishga majburmiz. Ishingni tezroq yop. Xo'p. Nimalar bo'lyapti u yerda? Oy, yo'q. Tezda men tepani yopishim kerak. Chaqmoqlar. Yopishim kerak. Qochirgan. Bas menga kelib qolishi mumkin bunaqa chiqib. Tak. Sisko, men boshqaruv panelini tekshirib kelaman.